Tavba qilmay intervyu beradigan darajaga yetib qolmana. Yo'q. Odamlar men haqimda bilmaydigan fakt bu Xezili gay kod deb biladi. Oyimni menimcha adashmasam $3,500 tushirib qo'yganman. Bitta qiz bilan xarlashayotgan paytim, uni ismini aytish o'rniga boshqa qiz ismini aytib yuborganman-da. Shu. Kimlar bilan birga bo'lishim kerak bo'lsa, o'shalar bilan birga bo'ldim. Do'stingni kichkina narsalar buzib yuborishi mumkinmi? O'zi men uchun katta narsalar ham buzib yubormaydi. Sevgi uchun qanchaga qadar borasan? O'limgacha. Ani betlar bilan ishlamaydi. Qimor, kazinolar bilan. Undan tashqarichi. Yana prezervativ reklama qilmasam kerak. Kamron bilan Nabin o'rtasida bilan. Hop, hamma narsa pul. Pul. Bor payti ham rosa baxtsiz bo'lgan paytlarim ham bo'lgan. Vaqti pulim yo'q paytlari simdoshim bilan uyimga 5 kilometr opto deb peshkom ketganimda baxtiyorligim esimda.